8-qism. Nasihatlar. Sa'diy o'g'li Urva Yamanga vali bo'lganda unga bunday dedi: Agar g'azablansang, tepangda turgan osmonga, ostingdagi yerga nazar sol. So'ngra shu ikkisini yaratgan Xoliqni ulug'la. Amr ibn Kulsum Tag'labiy o'g'illariga vasiyat qilib dedi: Ey bolalarim, nasihatlarimni yodlab olinglar. Allohga qasamki, men biror kishini biror narsada uyaltirgan bo'lsam, o'shanga o'xshashi bilan o'zim ham uyatga qoldim. Agar haq bo'lib uyaltirgan bo'lsam, meni haq bo'lib uyaltirishdi. Agar nohaq bo'lsam, meni ham nohaqdan uyaltirishdi. Kim so'ksa so'kiladi. Haqorat qilishdan saqlaninglar. Shunisi tinchroq. Bilib olinglar, qavmning eng qudratli kishisi ularga mehribon bo'lgan kishidir. Eng yaxshi o'lim qilichlar soyasidagi o'lim. G'azab vaqtida mulohazali bo'lmagan hamda tanbeh berilganda nasihat olmagan kishida yaxshilik yo'q. Insonlar orasida yaxshiligi kutilmaydigan, yomonligidan omonda bo'linmaydigan shaxslar bor. Ularning baxil bo'lishi saxiyligidan, uqubat yetkazishi yaxshilik qilishidan ko'proqdir. Marvon ibn Hakam Misrdan Shomga ketayotganida o'g'li Abdulazizni u yerga hokim qilib tayinladi va xayrlashayotganda quyidagi nasihatni qildi: Ey o'g'lim, ishchilaringga nazar sol. Agar senda ularning kunduzi olishi kerak bo'lgan haqlari bo'lsa, uni kechasiga kechiktirma. Agar kechasi haqlari bo'lsa, kunduzga kechiktirma. Ularning haqlarini ehtirom qilgin. Shunda ular senga itoat qilishadi. Xalqingga sendan biror yolg'on ko'rinmasin. Aks holda ular senga haq ishda ham ishonmay qo'yishadi. Ayollaring va ahli ilmlar bilan maslahatlash. Senga nimadir tushunarsiz bo'lsa, menga maktub yozgin. Javob xatimda fikrlarimni bildiraman inshaalloh. Agar xalqing ichida biror kishidan g'azablansang, g'azablangan holatingda uni jazolama. G'azabing bosilguncha hibsda saqlab tur. So'ngra xotirjam bo'lib, cho'g'ing o'chganda nima bo'lish kerak bo'lsa bo'ladi. Chunki hibsni yo'lga qo'ygan birinchi inson vazminlik va halimlik sohibi bo'lgan. Xolid ibn Said ibn Os Abu Bakr roziyallohu anhu ga nasihat qilib dedi: Ey Abu Bakr, Alloh sizni, bizni va barcha musulmonlarni shu din bilan mukarram qildi. Sunnatni qoyim qilgan, bid'atni o'ldirgan va siyratida adolatli bo'lganlarning eng haqqi ko'prog'i ra'iyat ustidagi validir. Bu dinda har bir kishi ihson qilinishga haqlidir. Vali adolatining foydasi ommaviy bo'ladi. Ey Abu Bakr, Alloh sizni ishlariga boshliq qilib qo'yganlar borasida Allohga taqvo qiling. Beva va yetimlarga mehribon bo'ling. Mazlum va zaiflarga yordam bering. Bir musulmon siz undan mamnun bo'lganingiz uchun biror haqqa siz undan g'azab qiladigan holatidan ko'proq loyiq bo'lmasin. Imkon qadar g'azab qilmang, zero g'azab zulmga yetaklaydi. Biror musulmondan qodir bo'la turib ham nafratlanmang, chunki nafrat sizni unga nisbatan dushmanga aylantirib qo'yadi. Agar buni payqasa, sizga dushmanlik qila boshlaydi. Vali xalqqa, xalq valiga dushman bo'lsa, ularning halokatiga sababchi bo'lib qolasiz. Nafsing uchun g'azablanma. Rivoyat qilinishicha, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir mast odamni ko'rib qoldi. Unga ta'zir berish uchun jazolamoqchi bo'ldi. Mast kishi uni haqorat qilgan edi, jazolash fikridan qaytdi. U kishiga: "Ey mo'minlar amiri, nima uchun sizni haqorat qilganida uni qo'yib yubordingiz?" deyishdi. Shunda u g'azabimni chiqargani uchun qo'yib yubordim. Agar men uni jazolaganimda nafsim uchun jazolagan bo'lib qolar edim. Biror bir musulmonni nafsim uchun urishni xohlamayman, dedi. G'azabni bosuvchi amallar. Bilib olingki, g'azab chiqqanda halimlik bilan birga uni tinchlantirishga yordam beruvchi ishlar bor. Jumladan, Allohni zikr qilish. Alloh azza va jallani zikr qilish bandani Allohdan qo'rqishga undaydi. Allohdan qo'rqish esa bandani toatga undaydi. Oqibatda inson odobga rioya qiladi va kamchiliklarini to'g'rilaydi. Ana o'shanda g'azab ketadi. Alloh taolo aytadi: "Unutgan vaqtingizda yodingizga kelishi bilan Robbingizni zikr qiling." Kahf surasi 24-oyat. Ikrima, ya'ni agar g'azablansangiz deb tafsir qilgan. Agar sizni shaytonning sharri tutsa, Allohdan panoh tilang. Arof surasi 200-oyat. Alloh taoloning yanzag'onnaka so'zining ma'nosi g'azablanganingizda shaytonning sharridan Allohdan panoh tilang. U o'ta eshituvchi va biluvchidir. Ya'ni u johilning qilgan johilligini eshitadi va sizdan g'azabni nima ketkazishini biladi. Hikoya qilinishicha, bir podshoh maktub yozibdi. Uni vaziriga berib, agar g'azablansam uni menga tutqazgin, debdi. U maktubda: "Nega g'azablanasan? Sen ham bir insonsan xolos. Yerdagilarga rahm qilgin, osmondagi zot ham senga rahm qiladi", deb yozilgan ekan. Bir donishmand aytadi: kim Allohning qudratini yodida tutsa, o'z qudratini Allohning bandalari ustidan zulm qilishga ishlata olmaydi.
Abdulloh ibn Muslim ibn Mahorib Horun ar-Rashidga aytadi: ey mo'minlar amiri, sizning oldingizdagi haqirligimdan uning huzuridagi haqirligingiz ko'proq bo'lgan zotni o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni jazolashga qodirligingizdan ko'ra sizni jazolashga qodirroq bo'lgan zotni o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni avf qiling. Shunda Horun ar-Rashid unga Allohning qudratini eslatgani uchun kechirib yubordi. O'limni eslash. Rivoyat qilinishicha, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qalbi qattiqligidan shikoyat qildi. U zot unga qabrlarga nazar sol va qayta tirilishdan ibrat ol dedilar. Tavoifning shohlaridan biri g'azablansa, uning oldiga avvalgi shohlar qabrlarining kalitlari keltirilar edi. Shunda uning g'azabi ketar edi. Ana shu sababdan Umar roziyallohu anhu kim o'limni eslashni ko'paytirsa, bu dunyoning o'ziga rozi bo'ladi. G'azabni so'ndirish yo'llaridan biri g'azab vaqtidagi holatni boshqa holatga almashtirishdir. Holatni o'zgartirish va boshqa holatga o'tish natijasida g'azab yo'qoladi. Forslar aytar edi: tik turgan kishi g'azablansa o'tirib olsin, o'tirgan kishi tursin. G'azabning oqibati. Inson g'azabdan keyingi pushaymonlik va intiqomning zararini yodda tutishi kerak. Bir donishmand o'zini boshqara olmaydigan kishi uchun g'azab ojizlikdir, boshqara oladigan kishi uchun g'azab pastkashlikdir degan ekan. Adiblardan biri aytadi: g'azab izzatidan ehtiyot bo'ling, chunki u uzr so'rash xorligiga yetaklaydi. Shoir aytadi: g'azab payti cho'lg'ab olsa izzating, esla uzr aytgandagi xorliging. Avf qilishning savobi. G'azabni bosuvchi ishlardan biri g'azablanib turgan kishi avf qilishi savobini hamda kechirish mukofotini yodiga olishidir. Shunda nafsidan ustun kelib g'azabini bosadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dedilar: qiyomat kunida bir nido qiluvchi kimning Alloh azza va jallada ajri bor bo'lsa o'rindan tursin deb nido qiladi. Shunda avf qilganlar o'rinlaridan turadi. So'ngra quyidagi oyatni tilovat qildilar: bas kimki avf etib o'rtani tuzatsa, bas uning mukofoti Allohning zimmasidadir. Shura surasi 40-oyat. Roja ibn Hayva Abdulmalik ibn Marvonga ibn Ash'as asirlari to'g'risida bunday degan edi: albatta Alloh siz xohlagan g'alabani berdi. Endi siz ham u zot istagan avfni bering. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning bunday deganlari rivoyat qilinadi. Yaxshilik 3 xislatdir. Kimda ular bo'lsa, iymoni komil bo'libdi. Rozi bo'lgan paytida roziligi uning qalbiga botilni kiritmagan kishi, g'azabi chiqqanida g'azabi uni haqdan chetga chiqarmagan kishi va jazolashga qodir bo'lganida avf qilgan kishi. Bir kishi Umar ibn Abdulazizga eshittirib bir gap aytdi. Umar: shayton sultonlik izzati tufayli mening g'azabimni chiqarib, ertaga sen o'ch oladigan narsa bilan jazolashimni xohladingmi? Ket bu yerdan, Alloh rahim qilgur, dedi. Insonlarni yaxshi ko'rish. G'azablangan kishi qalblarni o'ziga moyil qilish imkoniyatini hisobga olsin. Insonlarni o'zidan nafratlantirish va uzoqlashtirish bilan uni zoya qilmasin. Qalblarni ulfat qilishni istar ekan, qanday qilib g'azabga ergashish mumkin? Abu Laylo Otiyadan, u Abu Saiddan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: kishi avf qilish bilan faqat aziz bo'ladi. Avf qilinglar, Alloh sizlarni aziz qiladi, dedilar. Bir balog'at olimi aytadi: darhol intiqom olish oliyjanob kishilar odatidan emas. Ne'matlarni zoya qilish ham oliyjanoblik xislatlaridan emas. Ma'mun Ibrohim ibn Mahdiyga dedi: sening ishing borasida maslahat solib ko'rdim. Ular seni o'ldirishni maslahat berishdi. Lekin men qadringni gunohingdan ustun ko'rdim. Hurmatingni saqlash uchun o'ldirishni xohlamadim. Shunda Ibrohim: ey mo'minlar amiri, albatta maslahat beruvchi siyosat odatiga muvofiq maslahat bergan. Siz esa g'alabaga avf qilish bilan erishishni xohlabsiz. Agar jazolasangiz sizga o'xshashlar topiladi, ammo avf qilsangiz sizga o'xshashi bo'lmaydi, dedi. Musulmonning sifatlari. Halimlik, yumshoqlik, marhamatli bo'lish va kechirish haqiqiy musulmonning xususiyatlaridan va sodiq mo'minning sifatlaridan hisoblanadi. Ushbu xulq va qadriyatlarga ulug' zotlargina yetishadi. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf eting. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, qalin do'stdek bo'lib qolur. Unga faqat sabrli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur. Fusilat surasi 34-35-oyatlar. Qur'oni Karimda oila mavzusida so'z ketar ekan, avf qilish haqida to'xtalish alohida e'tiborga molik. Ey mo'minlar, albatta xotinlaringiz va farzandlaringizdan sizlar uchun dushman bo'ladiganlari ham bordir. Bas, ulardan ehtiyot bo'lingiz.
Agar sizlar ularni avf etsangiz, qo'ymasangiz va kechirsangiz, u holda albatta Alloh ham sizlarga nisbatan mag'firatli va rahimlidir. Tag'obun surasi 14-oyat. Oyat karimada ma'noni kuchaytirish, musulmon xonadonida bu go'zal xulqqa rioya qilinishi lozimligini ta'kidlash va unga undash maqsadida marhamatli bo'lish, avf qilish va kechirish so'zlarining barchasi ishlatildi. Shunday ekan, farzand va ayollar tomonidan xato yoki o'zboshimchaliklar sodir bo'lsa hamda ulardan o'sha oilaga xatar, dushmanchilik yoxud aziyat yetib tursa ham ularga marhamatli va kechirimli bo'lishga da'vat qilinmoqda. Endi o'zlariga na foyda va na zarar yetkaza oladigan va oila boshlig'ining izmida bo'lib turgan yaqinlarga qanday muomalada bo'lishimiz kerak? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qiyomat kunida menga majlisi eng yaqiningiz axloqi chiroylilaringizdir. Sizlarning yaxshilaringiz ahliga yaxshi bo'lganlaringizdir. Men ahliga yaxshilik qilishda eng yaxshilaringizman. Qiyomat kunida bandaning tarozisida go'zal xulqdan-da og'irroq bo'ladigan narsa yo'q, deganlar. Qanchadan qancha hadislarda go'zal xulqli bo'lishga, xususan oilada bunga rioya qilishga ko'rsatmalar kelgan. O'zaro marhamatli bo'lish, xato kamchiliklardan ko'z yumish va kechirimli bo'lish yaxshilikda hayot kechirishning muhim omillaridan bo'lib, oila saodatida bu xulqlarning ta'siri juda katta. Qolaversa uning ajrini olamlar Robbi to'liq qilib beradi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Albatta Alloh muloyimdir, muloyimlikni yaxshi ko'radi. Muloyimlik tufayli qo'pollik va boshqa narsalarga bermaydigan narsalarni ato qiladi. O'zingizni hurmat qiling. Odatda g'azabga bo'lgan munosabatimiz o'zimiz haqimizda fikrlash tarzimizga ta'sir o'tkazishi mumkin. Shuningdek, g'azab o'zimizni hurmat qilishimizga, o'z ishonchimizga putur yetkazadi. G'azab tuyg'usi uni ifoda eta olish tugul o'zlikka bo'lgan ehtiromni pasaytiradi. Bularning barchasi ko'pchilik g'azablanishni salbiy narsa ekanini aytishi oqibatidir. Zero o'zim ham odamlarning tor fe'lliligini, kichik bo'lsa-da salbiy xarakterini yashirishi haqidagi e'tirofini ming martalab eshitganman. Chunki bu qiliqlari ularni sharmanda qilib qo'yishi mumkinligini bilishadi. Shunday ekan, o'zingizni hurmat qilsangiz, g'azab otiga minmang. To'qqizinchi qism. Tarixdan misollar. Muso alayhissalom belgilangan 40 kunni uzlatda o'tkazib, Alloh nozil qilgan lavhlar Tavrat bilan Bani Isroil qavmi oldiga keldi. Ketish oldidan ukasi Harun alayhissalomni qavm zalolatga ketmasin deb o'ziga o'rinbosar etib qoldirgan edi. Qaytganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qavmi botqoqqa botgandi, ya'ni o'z qo'llari bilan yasagan buzoqqa sig'ina boshlagandilar. Holatdan g'azablangan Muso alayhissalom lavhlarni uloqtirdi-da, Harun alayhissalomning yoqasidan oldi, soqolidan tutdi. U zot qavmining bu qilig'ini ko'rib ukasini din ishida sutkashlikka yo'l qo'ydi, qavmiga beparvo bo'ldi deb o'ylagan edi. Unga qarata: "Ey Harun, ularning adashganlarini ko'rganingda to'xtatib qolishdan senga nima to'sqinlik qildi?" dedi. Toha surasi 92-oyat. Harun alayhissalom bo'lgan hodisalarni so'zlab berdi. Qavmi u zotni mensimay kamsitganlarini, hatto o'ldirmoqchi bo'lganlarini aytib berdi. Lekin o'zi Muso alayhissalomga o'rinbosarlikda kamchilikka yo'l qo'ymagani, din da'vatida sobit turganini tushuntirdi. Mana shu gaplar Muso alayhissalomga sokinlik berdi, jahldan tushdi, g'azabi tindi. Shundagina birodari din ishida qosirlik qilmagani, aksincha, o'zi ukasiga nisbatan zulm qilayotgani ko'ziga ko'rindi. O'zini bosdi va lavhlarni qo'liga oldi. G'azab Muso alayhissalomni tinmay vasvasa qilgan edi. Lavhlarni ham uloqtirgandi. U zotning g'azabi dinga muhabbati, g'ayrati qattiqligidan edi. Qavmini buzoqqa sig'inib ketganini hazm qila olmayotgandi. Zero u zotning g'azabi qattiqligi Alloh taolo uchun, uning roziligi maqsadida, dinning himoyasi yo'lida astoydil kamarbastaligidan bo'lardi. Bu mavzudan olinadigan foydalar. Birinchi, din himoyasi yo'lida g'azab va hamiyat qo'zishi maqtovga loyiq ishlardan ekan. Ikkinchi, muayyan shaxsga g'azab qilish ko'pchilikka g'azab qilishdan yaxshiroq va kurakda ko'tarishga arzirliroqdir. Uchinchi, tanbeh aytish, ozor bermagan holda ta'zir berib kaltaklash, noo'rin so'zlar bilan koyish, la'natlash va janjal qilishdan yaxshiroqdir. Muso va Harun alayhissalomlarning ishlariga boqing. Muso alayhissalom birodari Harunning yoqasidan oldi, soqolidan tutdi, biroq urushib mushtlashmadi. To'rtinchi, uzurini tinglash. Boshqa tarafning ham keltirayotgan hujjatini eshitish, dabdurustdan iqoblashga o'tmaslik. Muso alayhissalom g'azablangan bo'lsa-da, Harunning gaplarini eshitdi. Qavm ko'pchilik, u esa yolg'iz ekani, uni past sanaganlarini,
mensimaganlarini aytib berdi. Muso alayhissalom esa tingladilar. 5. G'azab holida sodir etilgan xatoni o'rnida to'g'rilash. Muso alayhissalom ham g'azablangan paytida lavhlarni uloqtirgan edi. O'shani zudlik bilan qayta qo'liga oldi. Harun alayhissalom bilan birgalikda qavmining islohi yo'lida davom etdilar. Ko'rganingizdek, Muso alayhissalomning g'azabi aslida maqtalgan g'azab. Chunki u zot g'azablanish yomon oqibatga olib keladigan biror xato ishga qo'l urmadilar. Bundan-da ahamiyatlisi zudlik bilan g'azabdan tushishlari va istig'for aytishlaridir. Munozara. Zahabiy rahmatullohi alayh Siyaru Alamin Nubalo kitobida g'azabga doir bir voqeani keltirgan. Unga ko'ra, Husayn ibn Muhammad Najjor ismli peshqadam mutakallim, aqida ilmi ustozlaridan biri bo'lgan. Bir kuni Mu'tazilalarning kattalaridan bo'lmish Nizom bilan o'rtalarida munozara bo'ladi. Nizomning g'azabi qo'zigan va Husaynni tepib yuborgan. Aytilishicha, o'sha voqeadan biroz o'tibgina Nizom vafot etgan. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, g'azabdan biror kishi qutulib qola olmagan. Olim va fozillar, amirlar, payg'ambarlar, buyuk shaxslar barchalari bu dardga chalinganlar. Hammalarida g'azablanish sodir bo'lgan, ammo uni jilovlay olishgan va yaxshilik yo'lida sarflaganlar. Ali ibn Husayn. Ali ibn Husaynning aqlli va farosatli joriyasi bo'lgan. Kunlarning birida xo'jayiniga suv berayotib, idish qo'ldan sirpanib ketadi va Alining boshiga tushadi. Boshi g'urra bo'ladi. Joriya shu on zudlik bilan g'azabini yutadiganlar oyatini o'qiydi. Ali esa g'azabimni yutdim deb javob beradi. Ayol odamlarni avf qiladiganlardir deydi. Xo'jayin seni kechirdim deydi. Joriya Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi-ni tilovat qiladi. Alloh yo'lida sen ozodsan deydi Ali. Oli Imron surasi 134-oyatning to'lig'i. Ular yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar, g'azabni yutadiganlar va odamlarni avf qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi. Ziyod. Amirlardan biri bo'lmish Ziyod qaysidir voqea sabab ishtirokchilardan biriga g'azablandi va kallasini olishga amr etdi. O'limdan qo'rqqan o'sha kishi, "Ey amir, meni sizga hurmatim o'zgacha" dedi. "Nega unaqa?" dedi amir. Kishi javob berdi. "Mening otam Basrada sizga qo'shni bo'lib yashagan" dedi. "Ha, shunaqami? Otangning ismi nima edi?" deb so'radi amir. Kishi, "Hozirgi holatda o'z ismim esimdan chiqib ketdi. Otamning ismi qayoqdan yodimga kelsin" dedi. Ziyod qo'li bilan og'zini to'sgancha kulib yubordi. G'azabi tin oldi. Uni bir qoshiq qonidan kechdi. Hiraql. Rum podshohi Hiraql ukasi Mananiya dinga berilib ketgandan g'azablandi va uni o'tga tashlashni amr qildi. Yonib kulga aylangan jussasini dengizga uloqtirarkan, bu ishni ukasiga nisbatan qilgani, unga rahm qilmagani hanuz yodiga kelmagandi. G'azab uning ko'zlarini ko'r qilgandi. Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid Humayd Tusiyga g'azab qildi. Uni qo'pollik ila qo'lida qilich bilan huzuriga chaqirdi. U bundan yig'lab yubordi. "Nega yig'layapsan?" so'radi xalifa. U, "Ey mo'minlar amiri, Allohga qasamki, o'limdan qo'rqib yig'lamayapman. Zotan undan qocha olmaymiz. Men xalifani xafa qilib, jahlini chiqarib dunyodan ketayotganimdan afsuslanib yig'layapman" deb javob berdi. Harun ar-Rashid kulib yubordi va uni kechirdi. Karim zotlarni aldashga uringan chog'iyoq aldanib qoladilar deb qo'shib qo'ydi. Hayotiy misollar. Onasiga oq bo'ldi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan bu voqea jamiyatni larzaga soldi. Bir yigit onasini qattiq ranjitdi va onasining "Oq qildim seni, bergan sutimga rozi emasman" degan so'zlarini eshitdi. Bunga chidab tura olmagan yigit onasiga qattiq g'azab qildi. Unga baqira ketdi. Onasining so'zi ustiga so'z qo'shdi. Undan kechirim so'rash, aytganlarini qaytarib olishni o'tinish emas, aksincha nima qilsa qilsin mazmunida jirkanch so'zlar bilan dilini yanada ranjitdi. Oralarida bir muncha gap so'zlar o'tdi. O'g'lining g'azabi olov oldi. Qarshisidagi mushtipar onasi ekani ko'ziga ko'rinmadi. Uni qattiq urdi. Onaning tishlari to'kilib tushdi. Boshi yorilgan holda shifoxonaga keltirildi. Bola esa telbanamo holida hibsga olinib, uzoq yilga qamaldi. Bu holat eshitgan har bir quloqni ranjitdi. Aybdor o'g'il edi. Uni bunga tushirgan holat esa o'zini tutib tura olmaslik, aql hushini yig'a olmasligi edi. Bosh sabab insonning tuyg'ularini junbushga keltiradigan yomon sifat g'azab olovidir. Nasihatchi. Men taniydigan bir yigit bor edi. Og'zidan va'z, ta'lim-tarbiya va to'g'ri yo'l yo'riqqa doir so'zlar tushmas edi. Bir kuni otasi bilan oilaviy masalaga doir qandaydir tortishuv bo'lib o'tmaguncha uning hayotida hammasi joyida edi. Otasi bilan o'sha kuni qattiq tortishib qoldi. Bir gapdan qolmadi. Otasi ekanini unutdi.
Miltig'ini olib chiqdi va shoshma deyishiga qaramay uni otib qo'ydi. Ota olamdan ko'z yumdi. O'g'il hibsga olindi. Ba'zi qarindoshlari farzandini o'lim jazosidan asrab qolish va jazoni yengillatish maqsadida bir qancha bahonalar to'qishdi. Mahkamaga qayta-qayta murojaat etishdi, lekin dalillar o'zini oqlamadi. Hukm o'qildi. Jinoyatchi odamlar ko'z o'ngida hukmini oldi. Barchasiga sabab nima deb o'ylaysiz? Unga buni chiroyli ko'rsatgan, nayza kabi qadab tirab turib olgan, ko'zlarini ko'r qilib aqlini yo'qotgan, shayton tomonidan yoqilgan g'azab alangasi edi. Ikki qabila jangi. Ikki qabila vakillari o'zlariga tegishli yerlarni bir joydan chiqadigan suv orqali sug'orardilar. Ularning birida ikki qabila vakillari arzimas gap so'z tufayli sen menga bordilar va yarashib, yaxshilikcha kelishib olish o'rniga ur-surga o'tib ketdilar. Janjal kattalashib ketdi. Natijada bir tarafdan 5 kishi, boshqa tarafdan esa 7 kishi halok bo'ldi. Politsiya va xavfsizlik kuchlari tomonidan janjal bosildi. Musulmon bilan urushib janjallashar ekan, Alloh taoloning quyidagi so'zlarini unutib qo'yishadi. Kim bir mo'minni qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannamdir. Unda abadiy qolur. Unga Allohning g'azabi va la'nati yog'ilur va Alloh unga ulkan azobni tayyorlagandir. Niso surasi 93-oyat. Bularning o'rtasida kelib chiqqan razolat shubhasiz g'azab edi. U shayton tomonidan odamlar qalbida yoqilgan olov parchasidir. U kelgach, to'g'ri fikrlash, xulq-atvor, shar'iy ko'rsatmalar unutiladi. Alloh asrasin. Ota va o'g'il. Ota o'g'lining qilgan ishiga yarasha ta'zir beraman deb ahmoqona ishga qo'l urdi. Bola hali 7 yosh bo'lishiga qaramay, ota uni balog'atga yetgan, aqli raso deb o'yladi chog'i xuddi kattalarni urishganday urishdi va tinmay qo'ydi. Lekin uning g'azabi shu bilan bosilib qolmadi. Oyog'ini bog'ladi, boshini pastga osiltirgancha shiftdagi ventilyatorga osib qo'ydi. Ertalab yechib olishdi va zudlik bilan kasalxonaga tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelishdi. Chunki bolakayning burnidan qon oqib yotardi. Otadagi otalarga xos ulug'vorlik, farzandga mehr, muruvvat hissi, to'g'ri yo'l ko'rsatish tushunchalari qayoqda qoldi? Berahim otaning bu ishini nima deb atash mumkin? Ota qattiq g'azabi tufayli o'g'lidan bir umrga ayrildi. Yakun ijobiy bo'lmadi. O'g'il loqaydligi. Ota farzandlarini namozga uyg'otarkan, biri yoshligiga bordi chog'i otasining chaqiriqlariga javob beravermadi. Turg'izsa ham yotib olaverdi. Dangasaligi, nodonligi uni uyquga tortardi. Bolasi hali yosh bo'lishiga qaramay, ota g'azab otiga mindi va yotgan joyini yoqib yubordi. Zaif badan dodlagancha olov qarida qolgandi. Birdan ota qilgan ishidan pushaymon bo'lib, bolani qutqarmoqchi bo'ldi va o'zi ham birga yonib ketdi. G'azabning salbiy oqibati xunuk tarzda nihoyasiga yetdi. Bu uslub farzandni namozga o'rgatishda tanlangan shar'iy uslub emas, hanif dinimiz ko'rsatmalariga tubdan zid ishlardir. Xotin. Xotiniga g'azab qildi. Alami bosilmadi. Sochlarini yoqib yubordi. Tishlarini sindirdi. Yuziga qattiq jarohat yetkazdi. So'ng talog'ini berdi. Xotin bularni ko'tara olmadi. Sudga erining ustidan shikoyat qilib ariza topshirdi. Saudiyaning Iqro televizion kanalida Assalomu alaykum dasturida ishtirok etardim. Odatda ko'rsatuv davomida onlayn qo'ng'iroqlar kelar va berilgan savollarga javob berilar edi. Kunlarning birida bir ayol qo'ng'iroq qildi. Eri zug'um o'tkazayotganini aytardi. Uning zulmi ayolning sochini oqartirgan, turmushdan hafsalasini sovutgan edi. Eri ota-onasini ham qaramog'iga olmagan. Bemehr inson ekandan shikoyat qildi. Bir gal xotinning qo'lini sindirgan, bir gal ikki qovurg'asini ezib qo'ygan. Bir gal qorong'u kechada yolg'iz o'zini kimsasiz ko'chada uxlashga majbur qilgan, ya'ni uydan haydab solgan ekan. U kechada qanday vahimada tong ottirgani o'ziga va Allohga ayon. Bularning barchasiga sabab insonning aqlini adashtiruvchi tajovuzkor g'azabdir. Qo'shni. Bir tanishim bo'lardi, solih kishi edi. U kunlarning birida menga aytib qoldi: "Hoy, ogoh bo'ling, g'azab xatarli narsa. Boshqa sifatlardan cho'chimasangiz-da g'azabdan ehtiyot bo'ling. Chunki u qalbni yondiradigan, idrokni ko'r qiladigan xislatdir." Ishonasizmi, bir kun fermada o'tirgan edim. Kichik qizim qo'ylarni boqib yurardi. Nima ham bo'libdi, qizalog'im bilmagan holda qo'shnimning yeriga qo'ylar bilan kirib ketibdi. Qo'shnim uni qattiq koyib ketdi. Tinmay yomon so'zlar bilan haqorat qilardi. Oxiri la'natlashga ham o'tdi. Qizim yig'lagancha oldimga keldi. Jahlim chiqib, g'azabim qo'zidi. Hamiyatim kelib, ichkaridan miltig'imni olib chiqdim-da, qo'shnimnikiga kirdim. Allohga qasamki, agar bir og'iz behayo so'z yoki noo'rin gap aytganda otib tashlardim. Fermasini kulini ko'kka sovurardim. Zero u payt aqlimni yo'qotgandim.
Nima qilayotganimni bilmasdim. G'azabdan ko'zlarim ko'r bo'ldi. Uni tinmay haqorat qilardim. Qo'shnim esa holatimni ko'rib faqat quyidagilarni takrorlab, "Auzu billahi minash shaytonir rojim" deng. Allohni zikr qiling, la ilaha illalloh deng derdi. Allohni zikr qildim. Asablarim bosildi. O'zimni qo'lga oldim, lekin sal qolsa otib qo'yardim. Chunki miltig'im qo'limda. Uni otishga shay holatda edim. Umrga tatigulik, nadomat. Ota yangi olgan mashinasini sayqallash bilan band ekan, 6 yoshli o'g'li atrofida o'ynab yurardi. Bolakay dadasi qilayotgan ishni ko'rib, u ham qo'liga tosh olib, mashinaga bir narsalar chiza boshladi. Tirnalganini ko'rib otaning jahli chiqdi. Yangi mashinasining bo'yog'iga dars yetgandi. G'azablangan holda bolasining jajji barmoqchalariga ura ketdi, lekin kalit bilan urayotganiga ahamiyat bermagandi. Bu holat esa bolani zudlik bilan shifoxonaga olib borish va singan suyaklarni avval rentgen, so'ng jarrohlik o'tkazish bilan yakunlandi. Go'dak xo'rsingancha otasidan qo'llari qachon tuzalib, o'sib, joyiga kelishi haqida so'radi. Kuzatganingizdek, ota o'z qilmishidan afsusda edi. Mashinaga qaytdi. Uni ko'rarga ko'zi yo'q edi. Bir necha marotaba tepkiladi, urdi. Unga o'tirgisi ham kelmadi. Yerga o'tirdi. Mashinaga qaradi. O'g'li tirnagan joyiga ko'zi tushdi. Yaqin borib qarasa, "Men sizni yaxshi ko'raman, dadajon" degan yozuv ekan. G'azab alangalagan payt nafsingga biroz fursat ber, shoshma. Jahl oqibatida nimadir qilib qo'ysang, bir umrga tatigulik nadomatga aylanishi mumkin. Imzo. Amerikaning 33-prezidenti Harri Truman Yaponiya qurolli kuchlari Amerika dengiz qo'shinlarini tor-mor etgani va jangga kirishgani oqibatida 2 dona atom bombasidan foydalanish qaroriga imzo chekdi. Biri Hirosimaga, boshqasi Nagasakiga qarata otilgan bu bombalar u go'shalarni daqiqalar ichida ostin-ustun qilib yubordi. Birinchi zarba hujumning avvalgi onidayoq 74 ming yaponning boshiga yetdi. Havo bo'g'ildi, nabototlar quridi, insonlar o'ldirildi. Bu voqeaga 50 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, hanuzgacha u yerdagi bolalar o'sha zarbalar oqibatidan nogiron tug'ilmoqdalar. Atom bombalari keltirib chiqargan salbiy oqibatlar dahshatini ko'rgan Truman o'sha vayronkor kundan bir necha kun o'tib bunday degan: "Qaniydi o'sha xatarli qarorga g'azablangan holimda imzo chekmaganimda, koshki tug'ilmaganimda. Ana shu falokatdan 20 yil oldin o'lib ketsam bo'lmasmidi?" Bu fojia qoldirgan izlaridan Trumangina ta'sirlanmadi. Ko'pchilik tushkun holatga cho'mdi. Jumladan, o'sha samolyotlardan birining uchuvchisi ham. U qilgan ishi samarasi naqadar ayanchli bo'lganini ko'rgach, o'z joniga qasd qilgan. 2 bomba yetkazgan halokatlarning har biri yapon xalqi qalbini tinmay yig'lashga majbur etdi. Agar Truman o'sha qarorni g'azablangan lahzalarda tasdiqlamaganida, nafaqat yaponlar, balki butun dunyo bu ofatlarni ko'rmagan bo'lardi. Yondirilganlar. Ikkinchi jahon urushida qirg'in qilinganlar qatorida yondirib qatl etilganlarning ko'pchiligi yahudiylar bo'lgan. Bu ishlar bevosita Gitler buyrug'i asosida amalga oshirilgan. Keltirilishicha, Gitler o'ta g'azabda bo'lgan va yahudiylarga qarshi qattiq azoblash choralarini qo'llagan. O'sha ishlar yahudiylarda Holokost deb tanilgan. Bu so'z asli grek tilidan kirib kelgan bo'lib, qurbonlikni batamom kuydirish ma'nosini anglatadi. O'ninchi qism. Sabrsizlik. G'azab sabrsizlikning to'g'ridan-to'g'ri natijasidir. Chunki biz kimgadir yoki nimagadir chiday olmaganimiz, sabr qila olmaganimiz uchun g'azab qilamiz, jahlimiz chiqadi. Sabrsizlik va g'azab tushunchalari go'yo bir-birlaridan ayro ishlayotgandek ko'rinadi. Aslida esa sabrsizlik taranglashish bilan boshlangandan so'ngra xavotirga ulanadigan, ortidan g'azab tutashadigan ketma-ketlik zanjirining ifodasidir. So'ng jazava, keyin tutoqish, ya'ni ichki hissiyotlar qo'zg'oloni boshlanadi. Buning aksi to'g'ri bo'ladi, ya'ni sabr shu hislatlarning kamayishi yoki butunlay bo'lmasligidir. Biz qancha sabrli bo'lsak, shuncha kam asab tarangligi, g'azab, jazavaga giriftor bo'lamiz. Haqiqatini olsak, biz nafsimizni sabr ne'mati bilan sayqallasak, g'azablangan onimizdagi qarorlarimizdan ko'ra manfaatliroq qarorlar qabul qila olamiz. Majburan tabassum qilib chiqargan hukmlarimizdan ko'ra xayrliroq fikrlarga to'xtalamiz. Irlandlarning ajoyib maqoli bor. G'azablangan chog'ing qarshi tomon umuman ahamiyat bermayotgan og'irlikni bir o'zing ko'tarishga majbursan. Shunday ekan, sabr bilan qancha ko'p birga bo'lsak, g'azabdan ko'radigan oqibatimiz shuncha oz bo'ladi. Xotirjamligimiz shuncha ziyodalashadi. Darg'azabga sabr qil.
Birodaringiz g'azab qilayotganini va bo'lar bo'lmas gaplar aytayotganini ko'rsangiz, uning qizishib ketayotganiga sabr qiling. Chunki o'sha payt shayton uni yengib qo'yibdi. Agar unga nimadir qilmoqchi yoxud qilmishiga yarasha javob bermoqchi bo'lsangiz, xuddi telbaga yuzlanib turgan aqlli yoxud behush odamni so'kib uyg'otmoqchi bo'lgan kishi kabisiz. Aksincha unga rahmat nazari ila boqing. Bo'layotgan ishlarni osonroq tushuntirishga, boshiga tushayotganlarni yengib o'tishiga ko'maklashing. Ishoning, agar u o'ziga kelsa, sodir bo'lgan ishlarga afsuslanadi. Naqadar sabr qilganingizni anglaydi. Qilinadigan ishlarning eng ozi uning g'azabi chiqqan paytda xotirjam bo'lguniga qadar qo'yib berishingizdir. Undan ortig'i emas. Bu holatni esa otaning jahli chiqqanda farzandi, erining g'azabi kelganda xotini ko'ra olishi lozim. Bu vaziyat boshingizga tushsa, yuqoridagidek ish tuting. Shunda o'zining aytayotgan gaplari bilan qoniqishiga qo'yib bergan bo'lasiz. Bu mavzuga qaytmaysiz. Tez orada o'zi afsus va nadomatlar bilan oldingizda bo'ladi. Uning gap va qiliqlarini o'zingizga olsangiz, adovat urug'lari bo'y ko'rsatib qoladi. Ko'pchilik bu uslubni qo'llamaydilar. G'azab otiga mingan odamni ko'rsalar, uning gap so'zlari va qilmishlarini o'zlariga oladilar. Shunga ko'ra ish qilishadi. Hikmatga ko'ra ish tutish bunday bo'lmaydi. Aytganlarimda hikmat bor. Buni aqlli, oqil kishilargina tushuna oladi. Ja'far Sodiq. Ja'far Sodiq rahmatullohi alayhidan hikoya qilinadi. Qullardan biri uning qo'liga suv quyayotganida to'satdan qo'lidagi ko'za pastdagi tog'oraga tushib ketibdi. Tog'oradagi yuvindi suvlar Ja'far Sodiqning yuziga sachradi. U g'azabnok holda qulga qaradi. G'ulom darhol: "Ey hojam, g'azabini yutadiganlardir", dedi. Ja'far: "G'azabimni yutdim", dedi. Qul: "Odamlarni avf qiladiganlardir", dedi. Ja'far: "Seni kechirdim", dedi. Qul: "Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi", dedi. Ja'far Sodiq: "Boraver. Alloh yo'lida endi ozodsan", dedi. Oli Imron surasi 134-oyatning to'lig'i. Ular yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar, g'azabini yutadiganlar va odamlarni avf qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yoqtiradi. Chingizxon. Sarkardaning eng yaqin do'sti Lochini edi. Chingizxon uni bilagida tutar, o'zi bilan birga olib yurar edi. Chingizxon unga hamma sharoitni qilib bergandi. Lochin tilsiz bo'lsa-da, quyidagi voqea sabab Chingizxon lashkarlari orasida sodiqlik, rostgo'ylik timsoliga aylandi. Kunlarning birida Chingizxon sodiq do'sti bilan birga aylangani chiqdi. Biroz yo'l yurdilar va chanqashdi. Chingizxon nariroqda tog' yonbag'ridan oqib tushayotgan jilg'ani ko'rib, u tomonga yura boshladi. Ko'zasini to'ldirdi va endi ichmoqchi bo'lganda Lochin yuqoridan uchib keldi va ko'zani qanoti bilan itarib yubordi. Yerga tushgan ko'za chilparchin bo'ldi va suv to'kildi. Qo'mondon bunga e'tibor bermadi va qayta suv olib ko'zani og'ziga olib kelganda hamki Lochin uni yana itarib tashladi. Suv to'kilib ketdi. Idish sindi. Chingizxon 3-marta urindi. Bu gal g'azabi qo'zishni boshlagandi. Suvni olishi bilan birga qilichini ham qo'liga oldi. Suvni to'kish uchun kelayotgan Lochinni ko'rib qilich tortdi. Lochin bo'yni uzildi. Yerga tushdi. Ko'z ochib yumguncha bo'lgan ishlardan alam his qilgan Chingizxon vafodor do'stining jonsiz tanasidan chiqayotgan qonni ko'rib qalbi og'rindi. Biroz jim bo'lib qoldi. Nega meni 3 bor bu suvni ichishdan to'sishga urindi degan o'yda jilg'aning tepasiga ko'tarildi. Qarasa, tog'dan tushayotgan suvlardan jilg'a hosil bo'ladigan joyda zahri suvga yoyilgan holda katta bir ilon o'lib yotgan ekan. Chingizxon Lochinning nimani ko'zlaganini tushunganida kech bo'lgandi. Lochinning jonsiz tanasini qo'liga olib bir parcha matoga o'radi va o'z qo'shini tomon qaytdi. Darhaqiqat, g'azab sababli sodir etilgan har qanday ish barbod bo'lmay qolmas. Napoleon g'azabi. 1809-yilning yanvarida Napoleon Bonapart Ispan urushidan Parijga qaytib keldi. U g'azab otiga mingan edi. Josuslari unga qarshi ishlar bo'layotgani, tashqi ishlar vaziri Talleyrand va zobitlar raisi Fyushe til biriktirgani haqida ma'lumot berishdi. Ularni saroyga chaqirtirdi. Yig'ilish zalida uchrashishdi. U yuqoridan pastga borib kelardi. Gapni o'ziga qarshi fitna qo'zayotganlar haqida g'azab bilan gapirishdan boshladi. Talleyrandning yuziga boqdi va ochiqchasiga: "Sen qo'rqoq va iymonsiz odamsan. Sening nazdingda muqaddas bo'lgan narsaning o'zi yo'q. Hatto otangni ham o'z qo'llaring bilan sotishga tayyorsan. Senga aytganingni muhayyo qilgan bo'lsam, sovg'a salomlarga ko'mib tashlagan bo'lsam, yana nima yetishmayapti? Shuncha qilganimga qaramay mening ortimdan ish qilishdan uyalmayapsan. Tinmay zarar yetkazyapsan", dedi. Vazirlar bir-birlariga ishonqiramay qarashdi. Ular Yevropaning ko'plab joylarini zabt etgan qo'rqmas sarkardani shu kungacha bu ahvolda, tashvishli va g'azablangan holda ko'rishmagandi. Napoleon oyoqlarini polga zarb bilan depslagancha gapida davom etdi.
Sen shishadek sinib ketishga loyiqsan. Men seni butkul sindirib yubora olaman. Bilasanmi, nega seni osishga amr qilmayapman? Chunki bunga hali vaqt bor. U g'azablandi. Nafasi tiqildi. Ovozi uzilib, yuzi qirmizi holga keldi. Ko'zlari kosasidan chiqqudek holda, sen ayollarning ipak paypog'iga yopishgan najosatdan boshqa narsa emassan dedi. Shu kabi bir necha haqoratli so'zlardan so'ng Napoleon zalni tark etdi. Qattiq g'azablangan bo'lsa-da, tashqi ishlar vazirini hibsga olmadi, balki lavozimidan ozod etish va badarg'a qilish bilan kifoyalandi. Bu kabi xorlik unga yetadi deb o'ylagandi. Lekin aslida esa Talleyrand shuncha baqir-chaqirlarga qaramay, uning oldida o'zini tuta olishi va bezovta bo'lmasligi bilan sarkardani pastga urgan edi. Napoleon esa o'z hukmronligini yo'qota boshlagandi. Uning bu xatti-harakatlari obro'sizlanish yo'lidagi ishlar edi. Talleyrand aytganidek, bular imtihonning ibtidosi bo'ldi. Napoleon g'azabi toma-toma ko'l bo'ldi va tez orada Fransiya imperiyasi, Buyuk Britaniya, Prussiya va Niderlandiya kabi mamlakatlar qatnashgan Waterloo jangida mag'lub bo'ldi. Darhaqiqat, g'azab tutqanog'i yashirinib o'tirmaydi va to'g'risini ko'rsatmaydi. Sadoqatga yo'l bermaydi. Aksincha, obro'yingizga shubha va tashvish uyg'otadi. Bu kabi bo'ron misoli tutqanoqlar sizning zaifligingizni ochib beradi va halokatingiz sari yo'llaydi. Napoleon bilan bo'lgan kechinmalar shunga misol. Mix izlari. Bir bolakay bor edi. G'azabi tez-tez qo'zir, xursand bo'lishi qiyin edi. Otasi unga ichi to'la mix solingan chelakni berdi va har asabiylashib jahling chiqqanda bir dona mixni bog'chamiz devoriga qoqqin deya ta'kidladi. Birinchi kunning o'zida devorga 37 ta mix qoqildi. Bolaning o'zi ham hayron edi. O'zini to'g'rilashga kirishdi va kelasi haftadan boshlab nafsi bilan kurasha boshladi. Kundan kunga devorga qoqiladigan mixlar soni ozayib bordi. Bolaga nafsini yengish va g'azabini bosish bog'cha devoriga mix qoqishdan ko'ra osonroq bo'lib tuyula boshladi. Va nihoyat bola devorga umuman mix qoqmagan kun ham yetib keldi. O'sha kun umuman g'azablanmagan, jahlini bosib olgan edi. Bu xursandchilikni otasiga aytib, devorga mix qoqishga hojat qolmaganini aytdi. Otasi esa unga qarata, bundan buyog'iga g'azablanmagan har kuning uchun devordan bittadan mixni sug'urib tashlagin deb ko'rsatma berdi. Bir necha kun o'tdi, endi bola devordagi hamma mixlarni sug'urib ola olganini aytib xursand bo'ldi. Ota bolasini devor tagiga olib keldi. Unga: "Ey o'g'lim, yaxshi ishlading, lekin mana bu devordagi mix qoldirgan teshikchalarga, uning izlariga qara. Endi devor mix qoqishdan avvalgi holatga qaytmaydi. Qachonki sen birortasi bilan tortishsang yoki kelisha olmasang, g'azabnok holda ba'zi yomon gaplar og'zingdan chiqib ketadi. Bu esa xuddi devorga qoqilgan mix kabi narigi tarafning qalb tubida jarohat qoldiradi", deb uqtirdi. Ajali keldi. Yo'lda harakatlanish qoidalari mavjud. Yo'lovchilar uchun ham, haydovchilar uchun ham tartib qoidalar o'rnatilgan. Ularni e'tiborga olish qat'iyan talab etiladi. Yo'l harakat qoidalarini buzganlar uchun esa qat'iy chora-tadbirlar qo'llaniladi. Svetofor fuqarolarni to'g'ri yo'nalishga yo'llash, ularga xizmat ko'rsatish vositasida o'rnatilgan. Toki yo'lovchi va haydovchining harakati osonlashsin, tartibli va yengil bo'lsin. Yo'l harakatini boshqaruvchi shaxsning kun bo'yi bu vazifada charchashi, qiynalishi tabiiy. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlariday bu tartib intizomni o'yin sifatida ko'ruvchilar o'z jonlari bilan o'ynashganlari yetmaganday, boshqalarning ham hayotini o'ylamaydigan kimsalar mavjud. Ahmad darslarida muvaffaqiyatga erishgan yosh yigitdir. Otasi barcha sharoitlarni qilib bergan, bor e'tiborini faqat unga qaratgan. Uyda esa barcha noz-ne'matlar mavjud edi. Chet elning qimmatbaho kiyimlarini kiyar, dovrug'i baland maktabning darsxonasigacha sumkasini ko'tarib kuzatib qo'yadigan qo'riqchisiga ega o'spirin yigit edi. Maktabni yuqori baholarga bitirgan Ahmad barchani xursand qilib tibbiyot oliygohiga grant asosida o'qishga kirdi. Onasiga va'da qilingan sovg'a haqida gap ochdi, ya'ni zamonaviy hashamdor mashina haqida. Qo'riqchisiz, yolg'iz o'zi boshqarishni aytdi. Uning chiroyli so'zlashidan ortiq yosh bola emasligi, haqiqiy erkak bo'lgani tushunilardi. U o'ziga ishonardi va qo'riqchisiz yoki kuzatuvchilarsiz ham uddalashini bilardi. Bu yoqimli va ma'qul, biroq zohir chiroyli, botini azob bo'lgan gaplar edi. Ya'ni u mashina haydashni boshlagandan beri darslariga beparvo bo'layotgandi. Oraliq nazoratlarga qatnashmas. Yil imtihonlaridan yiqilar edi. Ota jim, ona esa ustozlarga bahoni keltirish bilan ovora edi. Bu orada u yangi do'stlar orttirdi. O'ziga o'xshaganlar bilan bir jamoa bo'ldi. Ular uni ar-riyoddan tashqariga sayohat qilishga, mehmonxonalarda, dam olish maskanlarida tunlarni birga o'tkazishga ko'ndirishardi. Ular barcha narsa muhayyo bo'lgan holda tunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazishlarini aytib,
uni rozi qilishga urinishardi. Kechki payt o'rtoqlari aytgan kun shu kun ekani esiga tushib qoldi. Shoshib o'rnidan turdi. Kiyimlarini kiyib mashinasiga o'tirdi. Yo'lda borarkan qizil chiroqqa majburan to'xtadi. Vaqt dushmanlik qilayotgandek tuyulardi. Bundan g'azabi chiqardi. Biroz o'ylandi. Shaytoni tinmay vasvasa qilardi. Keyingi svetoforda o'tib ketmoqchi bo'ldi. Biroq ortidagi patrul mashinasini ko'rib qolib, noiloj bunda ham to'xtadi. Yashil yonda va tezlik bilan yo'lda davom etishi kerak edi. Shaytoni hanuz vasvasa qilardi. Qizilni bosib o'tish kerak, nima bo'lsa bo'lar. Keyingisida to'satdan qizildan o'tib ketishga urindi va katta yuk tashish mashinalaridan biriga urildi. Ahmadning avtomobili bo'linib ketdi. O'zini esa jonlantirish bo'limiga olib ketishdi. Go'yo bechoraning ruhi badanini ehtiyotkorlikda omonlik bor, shoshishda esa nadomat degancha tark etayotgandi. Ahmad voqeasi bizlarni har bir svetoforning qizil chirog'i yoniga g'azablanmang degan yozuvni qadab qo'yishga undaydi. Ya'ni shu rangni ko'rarkanmiz, aslo bundan g'azablanmasligimiz, sabr ila kutishimiz lozim. Bo'ladigan ish bo'laveradi. Shoshishning hojati yo'q. Qaniydi shu fursatlarni shunchaki kutish bilan emas, istig'for aytib, foydali tarafga yo'naltira olsak. Tojirning sabri. Qadim zamonda solih tojir bo'lgan ekan. Boshiga bir musibat tushsa, Allohim xayrli qilgin der edi. Bu gapi boshqalarga noodatiy tuyular. Boshi g'amdan, tashvishdan arimasa-da, bu so'zlarni kanda qilmaslikdan ajablanishar ekan. Tojir esa sabrda bardavom bo'lar va har musibat yetganda Allohim xayrli qilgin deyishni to'xtatmas ekan. Chunki u har yetgan ish uning uchun xayrli bo'lishiga iymoni komil edi. Kunlarning birida savdo niyatida do'stlariga qo'shilib karvonga chiqadi. Bir yurtga borib, olib kelgan narsalarini sotar va o'sha yerdan boshqa narsalar olib kelib, o'z yurtlarida xaridorga taklif qilishardi. Karvondagi har bir inson uchun o'z tuyasi, uning ustida yemishi, ichimligi, yuklari bo'lardi. Uzoq yo'l yurganlardan so'ng biroz nafas rostlash uchun to'xtashdi. Solih inson biroz mizg'ib olaman deb yonboshladi. Sheriklari esa uning doimga aytib yuradigan gapi har doim ham to'g'ri emasligini isbotlash maqsadida tuyasi va narsalarini berkitib qo'yishdi. Solih inson uyg'ongach, karvondagilar uning tuyasi qochib ketganini, ushlab qolmoqchi bo'lganlarini, lekin tuya baribir qochib ketganini aytishdi. Solih kishi darhol Allohim xayrli qilgin dedi. Ular ajablandilar va tuyang qochib ketdi deyapmiz deyishdi. U yana Allohim xayrli qilgin dedi. Ustida mollaring bilan birga ketib qoldi deyishdi. U esa yana Allohim xayrli qilgin dedi. Yemishing, ichimliklaring ham u bilan birga ketdi-ku deyishdi. U yana bir bor Allohim xayrli qilgin dedi. Atrofda biror sharpa sezdirmasdan qaroqchilar paydo bo'ldi. Karvondagilarning barchasini tuyalari va butun bor budini olib qo'yishdi. Ular sherigining tuyasini berib, qilgan ishlariga afsus chekishdi. U tuyani olgan zahoti Allohim xayrli qilgin dedi. Karvondagilar ham Allohim xayrli qilgin, Allohim xayrli qilgin deyishdi. Apelsin. Ikki opa-singil muzlatgichda qolgan oxirgi apelsinni ko'rib qolishdi va unga yetishish maqsadida o'zaro tortishib ketdilar. Chunki ikkisi ham apelsinni yoqtirishardi. Holatlaridan o'zaro murosaga kelib, yegilari kelmayotganda edi. Shu payt onasi chiqib qoldi. U bilardiki, ikki farzandiga ham apelsin yoqadi. Shu bilan birga ular apelsinni yegalari kelayotganini, ular o'rtasida adolatli hukm qilishi, ikkisi bilan alohida gaplashishi kerakligini bilib turardi. Biri o'ksinib, boshqasi mag'lub bo'lishni istamas. Aksincha, ikkisi ham g'oliblik hissini tuyishini xohlardi. Kichik qizdan nimaga apelsin yegisi kelayotganini so'radi. U chanqagaman, siqib suvni ichmoqchiman dedi. Katta qizdan so'radi, u pishirig'imning yuzasini apelsin po'stlog'i bilan bezatmoqchiman dedi. Ona apelsinni archib, po'stlog'ini katta qiziga, ichini esa kichik qiziga uzatdi. Ikkovi ham murodiga yetdi. Oralaridagi jahl, g'azab otashi so'ndi. Darhaqiqat ko'pincha g'azab boisi arzimas mayda-chuyda ishlar bo'ladi. Yovuzliklar kaliti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga atrofdagi qabilalardan bir kishi kelib, menga vasiyat qiling dedi. Senga tavsiya qilgan narsamni o'zingga majburiy deb qaraysanmi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. U la havla va la quvvata illa billah dedi. Allohdan o'zga kuch ham, quvvat ham yo'q. U zot alayhissalom g'azablanma dedilar. U qabilasiga qaytgach, ularni boshqa qabila bilan urushga tayyorgarlik arafasida ekanliklarini ko'rdi. G'azablangan holda ular bilan birga jangga shaylanish o'rniga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'gitlarini yodga oldi. Qavmiga qarata, ular bilan urushishni xohlasangizlar, ulardan tiyilguningizcha sizlarning diya va fidyalaringizdan bosh tortaman dedi.
Shu yo'l bilan ikki qabila o'rtasidagi qon to'kilishining oldini oldi. Azaldan bir naql bor. G'azab bilan qasos turmush qurganda yovuzlik uchquni tug'iladi. G'azabdan tiyilish Nabiy sollallohu alayhi va sallamning nasihat so'ragan odamga beradigan doimgi tavsiyalari edi. Zero g'azab ko'pgina yomonliklar kalitidir. 11-qism. Alloh nomidan qasam ichdi. Rivoyat qilinishicha bir kishi Allohga qasamki, u falonchini kechirmaydi deb yubordi. Alloh aytdi: "Mening nomimdan Alloh falonchini kechirmaydi deb qasam ichadigan kim ekan? Men batahqiq falonchini kechirdim. Sening amalingni esa xabata qildim." U inson Allohning g'azabini keltirdi va Allohga g'azab qilgan holida mumkinmas gapni gapirdi. Allohga to'g'ri kelmagan hukmni chiqardi. Natijada u zot uning barcha amallarini bekor qildi. Zero Alloh taolo istagan bandasini kechiradi. Gunohlarini Allohdan o'zga kim ham mag'firat qilardi? Oli Imron surasi 135-oyat. Hayratlanarlisi, u Allohga g'azab qilib gapirdi. G'azabini tili bilan ifodaladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu odamlarni g'azablangan chog'larida ham bunga o'xshash gaplarni gapirib qo'ymaslikdan ogohlantirar edilar. Odamzod o'ziga g'azab qilib, o'ziga ma'qul bo'lmagan ishni gapirishi mumkinmi? Sahih Muslimda Imron ibn Husayn roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi va sallam bilan birgaliklarida bo'lgan voqeani rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam safarlaridan birida edilar. Bir ansoriy ayol ham tuya minib kelayotgandi. Tuyasi taxirlik qilganida ayol uni la'natladi. Buni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam eshitib qoldilar va tuyaning ustidagi narsalarni olib qo'yinglar va o'zini qo'yib yuboringlar, chunki u la'natlanib qoldi dedilar. Sahih Muslimda quyidagi mazmunda yana bir hadis keltiriladi. Ansorlardan birining tuyaga minish navbati kelganda u tuyani cho'ktirdi va mindi. So'ngra yurgizmoqchi bo'lganida u biroz turib qoldi. Shunda u: "Yur, Allohning la'nati bo'lgur" dedi. Shu payt Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Kim u tuyasini la'natlagan?" dedilar. U: "Men yo Rasululloh" dedi. Undan tush. La'natlangan tuya bilan oramizda yurma dedilar. So'ng yana aytdilar: "Hargiz o'zlaringizni duoibat qilmanglar. Farzandlaringizni duoibat qilmanglar. Mollaringizni duoibat qilmanglar. Yana Allohdan nima so'ralsa ijobat qilinadigan vaqtga muvofiq kelib qolmasin." Ayol g'azab bilan og'zidan chiqqan so'zi sababli tuyasidan ayrildi. Erkak ham shunday. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu holatga beparvo qarab turmadilar va karvondagilarga oralarida la'natlangan hayvon bor bo'lsa, yomonlik yetishidan xavfsiradilar. So'ng ummatni o'zini, bolalarini, oilasini, mol-mulkini duoibat qilishdan qaytardilar. Zero o'sha gap ijobat qilinadigan vaqtga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Do'zaxga ravona. U juda ham mag'rur edi. O'z kuchiga ishonardi. Qilichbozlikda mohirligi bilan g'ururlanardi. Janglarning birida kibrga berildi, so'ng jarohat oldi. Alamidan chiday olmadi, g'azab otiga mindi. Natijada o'zini o'ldirdi. Shu bilan dunyo va oxiratini kuydirdi. Naqadar yomon yo'qotish bu. Sahih Buxoriyda quyidagi hadis keltirilgan. Nabiy sollallohu alayhi va sallam g'azotlarining birida mushriklar bilan to'qnashdilar. Ikki tomon jang qilishdi. Har qaysi qavm o'z askarlari tomon qaytdi. Musulmonlardan biri mushriklarning qochgan va qo'shilmaganini qo'ymay, quvlab yurib, unga qilich solar edi. Shunda: "Ey Allohning rasuli, hech kim falonchichalik ish qilgani yo'q" deydi. Shunda u zot: "U do'zax ahlidan" dedilar. Agar shu do'zax ahlidan bo'lsa, qaysi birimiz jannat ahlidan bo'ladi deydi. Qavmidan bir kishi: "Men uning ortidan qolmay boraman. Tezlaganda ham, sekinlaganda ham u bilan birga bo'laman" dedi. Keyin boyagi jangchi yaralandi va o'limiga shoshildi. Qilichining dastasini yerga, uchini ko'ksiga qo'ydi, keyin qilichiga og'irligini solib o'zini o'ldirdi. Shunda haligi kishi Nabiy sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Guvohlik beramanki, siz Allohning rasulisiz" dedi. U zot: "Nima bo'ldi?" dedilar. U bor gapni aytdi. Shunda u zot: "Bir kishi odamlarning nazarida jannat ahlining amalini qiladi, holbuki u do'zax ahlidan bo'ladi. Bir kishi odamlarning nazarida do'zax ahlining amalini qiladi, holbuki u jannat ahlidan bo'ladi" dedilar. Xotinini o'ldirdi. Er doimgi tosh ko'tarish mashg'ulotini tugatib uyga qaytdi. Eshik oldida xotini kutib turardi. Eri kelishi bilan unga javray ketdi. Kuni yaxshi o'tmagani, nimadandir qoniqmayotganini aytib gapirishdan to'xtamasdi. Oralarda tortishuv kelib chiqdi. Erning osuda kayfiyati buzildi. Biroz turib g'azabi qo'zg'aldi. Bora-bora avjiga chiqdi va sabr kosasi to'ldi. Xotiniga bir zarba berdi, u shilp etib yerga yiqildi.
Joni uzilgandi. Nima qilarini bilmay qoldi, afsuslandi, nadomat chekdi, lekin kech edi. Boshini changallagancha qarindoshlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Bo'lgan voqealarni, munosabatini aytib berdi. Maslahat berishini so'radi. U esa uyni yoqib yuborishi kerakligini, jinoyat izlari, murda ham shu bilan yo'q bo'lib ketishini, hamma narsa kulga aylanib ketishini, oson qutulishini uqtirdi. U shunday qildi. Lekin o'sha qarindosh bo'lib o'tgan ishlar tergov qilinishi, izlanishlar natijasida jinoyat fosh etilishidan bexabar edi. Jinoyat tafsilotlari fosh etildi. Qizning oilasi ham qizning boshiga tushganlardan, yoqib kul qilib yuborilgandan xabar topishdi. Ular holatni shundoq tashlab qo'yishmadi. Qasos olish ilinjida bo'ldilar va bunga erishdilar. Unga o'lim jazosi tayinlanishiga muvaffaq bo'lishdi. Ana shu ondan boshlab marhumlarning farzandi qarindoshlari qo'lida yolg'iz yashay boshladi. Na otasi bor edi, na onasi. U ota tomon qarindoshlariga nisbatan nafrat hissi bilan ulg'aydi. Uylanib farzandli bo'lganda ham ularni ziyorat etmadi. Ular ham yetim bolakayning taqdiri keyin nima bo'lganini bilmasdilar. Bu bo'lgan voqea boshlanishi g'azab qo'zg'algan ondir. Nihoyasi o'zini to'xtata olmay amalga oshirilgan, bajaruvchisiga nadomatlar yog'dirgan ishlardir. Buning ortidan esa onaning o'limi, bolaning yetim qolishi, qarindoshlik rishtalari uzilishi, otaning urug'idan voz kechilishini qo'shishimiz mumkin. Barchasi g'azab sababidandir. Ayol gap so'zlari. Ayol zoti u yoki bu sabablarga ko'ra g'azablanishi mumkin. Nimadandir tez ta'sirlanishi tabiiy hol. Uning asablarini junbushga keltiradigan holat bu rashk yoki e'tiborsizlik hissidir. G'azablanganida boshqalarni ham tashvishga soluvchi yoki og'riqli so'zlarni so'zlashi mumkin. Masalan, sizni yomon ko'raman, sizga chiday olmayman, siz undaysiz, siz bundaysiz, yoxud unday qilib tashlayman, bunday qilib yuboraman kabi. Ba'zan esa jiddiyroq so'rovlarni qo'yishi mumkin. Masalan, taloq yoki shu kabi mas'uliyati og'ir gaplarni tinmay talab qiladi. Ammo g'azabi ketib, biroz sovigach, odatda bu holat bir necha lahzalardan keyin kuzatiladi. Biroz oldin aytayotganlarini rad etishni boshlaydi. Qaytanga sizni yomon ko'raman so'zi sizni yaxshi ko'ramanga o'zgarishni boshlaydi. Shuning uchun hurmatli erlar g'azab kelgan chog'da o'zlarini bir necha lahza qo'lga olishlari talab etiladi. Asabiylashib, beixtiyor aytiladigan so'zlardan tiyilishlari so'raladi. Aks holda aytilgan so'zlar og'irligi, achchiq oqibati gardanlariga tushishi mumkin. Eng yaxshisi ayollar bilan shariat belgilab bergan ko'rsatmalarga muvofiq muomala qilishdir. Shundagina turmushlari farovon kechadi. Ayol muvaffaqiyati. Ba'zi erkaklar borki, ular ayollarning dunyodan uzilgan, voqelikdan bexabar, ilm ma'rifati oz, ijodkorlik qobiliyati past bo'lishini istashadi. Bunga bir necha omillarni sabab qilib ko'rsatishadi. Ayollarning muvaffaqiyatlariga, taraqqiyotiga, boshqalarning unga bo'lgan maqtovlariga, qiziqishlariga guvohi bo'lsalar, qattiq g'azablanadi. Barchasi uning g'ashiga tegadi. Tarozi qo'ltig'idan tushadi, umidlari puchga chiqadi. Ayolning intilishlari va muvaffaqiyatlari qarshisida nohaqdan biror asossiz to'siq bo'lib turishadi. Umrini xazon qildi. Bir yigit g'azabi oqibatida boshdan kechirganlarini aytib berdi. Agar xohishlarim bir joyda qotib, aqlim fikrlashdan to'xtab qolmaganida ko'pgina xayrli ishlarni qilgan bo'lardim. Lekin bo'lar ish bo'ldi va tarixga muhrlandi. Boshimizga tushmagan, umuman xabarimiz yo'q ishlarni tasavvur qilish, aqlimizga sig'dirish biroz qiyinroq, bo'lishi mumkin emasdek tuyuladi. Mening ham 22 yoshimda shunday bo'ldi. Kasallik va marhumlik o'rtasida qoldim. Hatto hozirgacha o'sha ishlarni hazm qilishim qiyin kechyapti. Lekin afsuslar bo'lsinki, uni o'zgartirishga kuchim ham toqatim ham yetarli emas. 3 narsa: bemorlik, qashshoqlik, yomon, ya'ni noto'g'ri moslashuvchanlik insonning umrini jahannamga aylantirishga yetarli. Doktor boshlang'ich tashxisdan so'ng chap buyragim to'liq ishlamayotganini aytdi. Lekin tashvishlanishga hojat yo'qligini, bu tibbiyotga begona emasligini, ba'zilar bitta o'pka yoki buyrak bilan yashayotganlari, gohida esa 3 tadan bo'lib qolishi mumkinligiga ishontirmoqchi bo'lardi. Biroq og'riq xurujlarining negizi noma'lumligicha qolaverdi. 1988-yilda o'sha buyragim haddan tashqari shishib ketayotgani, zudlik bilan olib tashlash kerakligi tashxisi qo'yildi. Olib tashlashdi ham. Shundan so'ng g'azabimni jilovlay olmadim. Jahlim ortgandan ortib borardi. Sal narsaga tutaqib ketardim. O'ylashimcha, masalaga to'g'ri yoxud qoniqarli yechim topa olmaslik meni fikrlashdan to'sib qo'ydi. Bu o'z navbatida g'azabimni kuchaytirdi. Natijada do'stlarim atrofimdan ketdi. Qo'rqinchli g'urbatda qoldim. Ko'p o'ylanardim. Kasallikdan keyin o'zimdan nafratlana boshladim. Qo'rquv hayotim markaziga aylandi.
Yolg'izlikdan, muhtojlikdan, ishonchsizlikdan qo'rqardim. Hamma narsadan uzoqlashishga urinardim. Bu his ortib borardi. Bora-bora arzimas narsalarga ham asabiylasha boshladim. O'qishimning 2-yili ko'p fanlardan yiqildim. Bundan aslo tashvishlanmadim, ammo otamning fig'oni ortdi. Qarindosh urug'larim kursdan kursga qolganimni aytib masxara qilishardi. Hazil aralash piching qilardilar. Tabiiyki bundan g'azabim chiqar. Yechimni esa sigaret chekish va ichkilikda deb bilardim. Ko'p chekdim, ichdim. Atrofimdagi barchaga, hatto otamga ham adovatim qo'zirdi. G'azab qudug'im ochilib ketgandi go'yo. Hayotim tushkunliklar va iztiroblar girdobida qoldi. O'zim esa buzilgan kulbaning vayronasi singari siniq bo'lib qoldim. Bularning barchasi g'azab, odamovilik, voqelikdan norozilik hislari sabablidir. Hamma yoqqa g'azabnok holda boqardim. G'azabdan iborat odam bo'lib qolgandim. Jahlim burnim uchida turardi. Yaqinlarim barcha mendan bezillardi. G'azab butun umrimni yeb bitirgandi. Men hozir shifoxonadaman. Yangidan hayot boshlash uchun ruhiy xastaliklar shifoxonasida davolanyapman. Hayoti barbod bo'ldi. G'azabning zararlaridan biri u o'z egasini hayotini barbod qiladi. Shunday insonlar borki, g'azabini chiqarib tashlamasalar, u uni o'ldiradi yoki kasal qiladi, yoki behush qiladi. Bir arab haqida bunday gap bor. U o'zini so'kkan kishiga javob qaytarmoqchi bo'libdi. Aksiga olib, yonida o'tirgan sherigi og'zini to'sib gapirtirmabdi. Birozdan so'ng g'azabi bosildi deb o'ylab qo'lini tortibdi. Og'zi berkitilgan g'azabnok kishi "Meni o'ldirding-ku, gapirtirmading, g'azabimni ichimga yutdim" deya zo'rg'a gapiribdi va shu joyida vafot etibdi. Shoshqaloqlik. Kunlarning birida 10 yoshlardagi bolakay muzqaymoqxonaga bordi. Muzqaymoqqa navbatda turganlar qatoriga turdi. Navbati kelgach o'rindiqqa o'tirdi. Xodima bola yoniga bir finjon suv qo'ydi. Bola "Kakaoli muzqaymoq qancha?" deb so'radi. $5 javob berdi xodima. Bolakay cho'ntagidan pulini chiqarib sanadi va "Kakaosiz muzqaymoqchi?" dedi. Xodimaning bo'shashini kutib turganlar ko'p edi. Xodimaning jahli chiqa boshladi va zarda bilan $4 dedi. Bola pulni sanab ko'rib, "Oddiy muzqaymoq bera qoling" dedi. Xizmatchi qiz oddiy muzqaymoq tayyorlab berdi. To'lov qog'ozini bola yoniga qo'yib ketdi. Bola muzqaymog'ini yeb, hisobni to'lab chiqib ketdi. Qiz stolni artayotib, birdan ko'zi yoshlandi. Chunki u bolakay tashlab chiqib ketgan $1 ko'rib qolgandi. Ajabo, bola o'zini $5 kakaoli muzqaymoq yeyishdan mahrum etib, xizmatchi qizga choychaqa qoldirgandi. Qanday jo'mart bola. Qiz o'z qilmishiga afsuslandi. G'azablanganiga nadomat chekdi. Uni hurmat qilgan bolaga nisbatan qilmishini o'ylab qalbi o'rtandi. Oqil. Aqlli inson halimligi bilan g'azabini qaytara oladi. To'g'ri fikrlab, o'ylab ish ko'radigan matonatli, aqli raso odam g'azabining kuchini halimligi bilan birlashtirishi lozim. Shunda uning yo'lini to'sib qoladi. G'azabning salbiy chaqiriqlarini sabr bilan qabul qilib, uni daf qila oladi. Xotimasi go'zal, natijalari a'lo bo'lib, o'zi ham bundan mamnun yashashi uchun shunday qilishi kerak. Adiblardan biri bunday degan: "Tiyilishda a'zolaringga rohat bor. Unutmang, g'azab va qayg'u orasida farq bor. G'azabning sababi nafs yomon ko'rgan narsaning o'zidan pastdagilarga hujum qilishidir. Qayg'uning sababi esa nafs yomon ko'rgan narsaning o'zidan yuqoridagilarga hujum qilishidir." Yana g'azab jasadning ichidan tashqariga chiqadi. Qayg'u esa tashqaridan jasad ichiga qarab harakatlanadi. G'azab oshkora bo'ladi. Shuning uchun ham undan keyin intiqom va hujum zohir bo'ladi. Qayg'u esa yashirin bo'ladi. Shu sababli uning ortidan kasallik va xastalik paydo bo'ladi. Shu e'tibordan mahzunlik o'z sohibini tushkunlikka tushirib o'limga yetaklaydi. G'azab esa aksincha, boshqani o'ldirishga boshlaydi. Mumkin bo'lgan g'azab. Nomus uchun qilingan g'azab shar'an joiz bo'lgan g'azabdir. Qolaversa dinimiz shunga targ'ib etgan. Unga e'tiborli bo'lishga urg'u qaratgan. Aqli bor har qanday inson ham oilasiga nisbatan qilingan nomaqbul xatti-harakatlar, imo-ishoralar va hokazolarga chidab tura olmaydi. Johiliyat davrida bu kabi ishlar ortidan qabilalar o'rtasida urushlar chiqib, yillar mobaynida davom etgan. Unda yosh u qari nomusi toptalgan ayolning sha'ni uchun kurashga kirishganlar. Bu ularning or nomusni, iffatni saqlashga bo'lgan harisliklari sababidandir. Islom dini nomus himoyasi uchun qilingan g'azabni ma'qul sanadi va muhofaza etishga chaqirilgan 5 ish qatoriga qo'shdi. Ijobiy tomonlar. Ozor chekkan paytimda, hududimga bostirib kelishganda, ranj alam chog'ida, mendan foydalanayotganlarini sezganimda,
men bilan o'ynashayotganlarini bilganimda, aldanganimda, ehtiyojlarim inobatga olinmaganda, sha'nimni yerga urishganda, sog'ligim, mol-mulkim, xotirjamligimga tahdid qilinganda, hayotimga nimadir xavf solayotganda, boshqalarning haqlariga rioya etilmasa, suiiste'mol qilinsa yoki tahdidni ko'rganimda, men qadrlaydigan kimgadir yoxud nimagadir nisbatan behurmatlik qilinsa, men hurmat qiladigan shaxs yoki narsani yo'qotib qo'yganimda g'azablanishga haqqim bor. G'azabimni xavfsiz va qat'iy ifodalashga, g'azabimning barcha mas'uliyatini zimmamga olishga haqqim bor. Boshqalar g'azablarini qat'iy va xavfsiz tarzda ifodalashlari mumkinligini aytishga haqqim bor. O'zgalarning tajovuzkor g'azabidan o'zimni himoyalashga haqqim bor.